Tabriklar bor, tabriklar o'tib olamiz. Undan so'ng yana davramiz to'ldirib o'yin qilamizki, raqs qilasizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlar. Marhamat. O'rtalarga olinglar, ha? Ana o'rtalarga olinglar. Bugun akamni, hali ruslar aytadi, звездный час deydi-yu. Mana shu bugun akamni eng baxtli damlaridan Xudo xohlasa, bemalol do'stlar, dugonalar, tabriklar bo'ladigan bo'lsa, duolar, niyatlar mana shu insonga, mana shu insonlarga yo'llab qo'yasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli hamshiralar. Mana bugungi tantananing sababchisi sinfdoshimiz Jumanazarning o'g'li Yaxshijonlarning nikohdagan ekan. Bu 2 yoshga uzoq umr baxtlar tilaymiz. Baxtli bo'lsin. Mana shu yerda qatnasha olmayotgan do'stlarimdan ham tabriklayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Arijonlarga boshlaymiz. Oğlum, mana shu otaga o'xshab xalqning xizmatida Alloh sevgan, xalq sevgan farzandlardan bu otaga xizmat qilgan. Butun tabrik bilan qo'ygan muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mehmonlar, mehmonlar. Mana shu yig'ilishimizning sababchisi bo'lmish do'stimiz, o'rtog'imiz Jumanazar. Uning bugun shu kuni Barak o'g'li Yohyabeklarning va kelinlarining rasmiga qatnashar ekanmiz. Biz ularga vaqt soatlar kelgizib va ishlarga ulkan zafarlar tilaymiz. Hamisha to'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Hamma nazarimda gapirgan insonlarni tilaklariga qo'shilsa kerak. Yaqinroq turib olasizlar. Oybejon Ummatov studiyalari bir chiroylislarni fotosuratlarga tasvirlar qo'ymoqchi, tarixlarga qoldiradi xudosi. Menga salomat bo'linglar. Marhamat, turmush o'rtog'ingizlarga, salomat. Ayol tarafdan o'tsangiz ham mayli. Marhamat, marhamat. Salomat bo'linglar. Xo'p. Marhamat, chiroyli tabassumlar va tarixga muhrlab qo'yamiz. Aytadigan so'zimiz bolakam nomlardan oqibat ne deb so'rsalar mendan ismingni aytaman diyonatligim. Do'st
bo'lib turmoq uchun mahsharda yaxshiyam sen borsan do'st qiyomatligim. Do'stim deganimda ko'nglim to'ladi. Armonlar o'ladi, dardim so'ladi. Yoningda qayg'uyim ulut bo'ladi. Yaxshiyam sen borsan do'st qiyomatligim. Yaxshiyam sizlar borsizlar do'stlarim qiyomatligim. Omon bo'linglar qadrdonlar, salomat bo'linglar. Qarsak chalib qo'yinglar qo'llari bo'shdan. Salomat bo'linglar. Marhamat, joylarni taklif qilamiz, tabriklarni o'tkazib olamiz. Bundan so'ng bola gap bilan birgalikda bir raqs qilasizlar, xudo xolasa. Rahmat. Salomat bo'linglar. Yangijon uzoq ketib qolmaysiz. Hozir sizni do'stlaringiz, dugonalaringiz bir chiroyli tabriklarni amalga oshirmoqchi. Ana endi tabriklash uchun so'z navbatiga mana shu fursatlarimizni g'animat bilgan holda uzoq yaqin shaharlarda yashab yurgan insonlar, shu yerda qatnashayotgan va qatnasholmayotgan do'stlar nomlarida tabriklash uchun so'z navbatida chiroyli qarsalar chalib qo'yasizlar. Pul bo'lsin, bo'lar bilan birgalikda Dilafruzxon opamiz davramiz. To'liya lutfan taklif etamiz. Marhamat. Kelinglar onajonlar, marhamat davramizga sizlar taklif qilamiz. Marhamat. Agar musiqa bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda musiqani chalib berib tursalar, juda ham yaxshi bo'lardi. Nishajon Aymadov janoblarning komandasida juda ham o'tirib so'ragan bo'lardik. Kattakon rahmat, tani joyingizda sog' bo'lsin. Keling, assalomu alaykum. Kelinglar qadrdonlar. O'ringlar uzoq bo'lsin. Bular ham o'zlaricha kelishgan holda bular hammalari davron chiqib chaqirar ekan. To'yga taklif qilasizmi? Keling, bu odamlar yig'ilguncha o'rtaga chiqib olamiz akajonim. Xudo xohlasa, ismingiz nima edi? Orifjon akamga so'z navbat beraman, sizlarni to'yga taklif qilmoqchi. Fursatdan foydalaning. Assalomu alaykum, hurmatli hamshahar. 24-may kuni bo'lib o'tadigan qiz bazmiga taklif qilamiz. Yusupovlar oilasi. Devichi bashi. Soat 13:00. 13:00 ga? Vaqtlar boshlaysiz-mi? Assalomu alaykum. Rahmat, qarsak chalib qo'yinglar eshitganlar. Xudo xolasa to'yga tashrif buyuraversa qadrdonlar. Salomat bo'linglar. Ana rahmat. Assalomu alaykum qadrdonlar. Marhamat, so'z navbatiga e'lon qilamiz. Kimdan boshlaymiz? Marhamat. Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar, og'ayin qarindoshlar. Sizlarga bugun mana katta farzandlaringiz to'ylariga tabriklayman. Hamisha 2 yosh baxtli bo'lsin. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Ushbu davramizda qatnashayotgan aziz mehmonlar va mezbonlar, mana bugun yig'ilishimizning sababchisi bo'lmish o'g'limiz Mutaylarning bog'-xaliqon kechalarida o'tirganmiz. Sizlarga baxt, saodat, kelgusi hayotlarda ulkan zafarlar tilayman. Bugonajon, qo'llar qo'li bo'lsin, 2 yosh baxtli bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Mana shu yerda qatnashayotgan va qatnasholmayotgan barcha do'st dugonalar nomidan aziz sovg'amizni tabriklaymiz. Gapirasizlarmi yo'qmi? So'raysiz. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga, mana shu to'yxonaga yig'ilishgan aziz mehmonlar. Xudo taraflar, og'ayin qarindoshlar, ikki tomon ham qarindoshim bo'ladi. Ham dugonam, ham amakijonim. Tabriklayman. Ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Solih farzandlarning ota-onasi bo'lsin. Endi shaxsan o'zim nomidan ham tabriklab qo'yay. Alohida chiqmasdan Umrzakovlar oilasining nomidan hammaning nomidan tabriklayman. Ilohim yoshlar baxtli bo'lsin. Mana shu yerga kelolmayotgan qarindoshlar hammasi tabriklab qo'yishimizni so'radi. Tabrikimizni yetkazib qo'yaman. Pochcha baxtli bo'lsin yoshlar. Tabriklayman. Kattakon rahmat. Sovg'a salomlarda chiroyli musiqalar bor, chiroyli musiqalar sadosi ostida yangamiz shaxsan o'zlariga taqdim etib qo'yasiz. Biz esa qarsak chalib turamiz. Yangaga beraverasiz, bari olib kelib akam o'zlariga beradi. Salomat bo'linglar. Ayollarning qo'llarida ham baraka bor, onajonlarimiz barakali insonlar. Tanijoninglar sog' bo'lsin. To'yga to'yona sovg'a salomlar bilan tashrif buyurgan azizlarda aylanay. Ana endi uzoq ketmaysizlar, mana shu yerda raqsni amalga oshiramiz. Raqslarda mana shu har ikkala guruhlardan, ya'ni yangamizning do'stlari, dugonalari, akajonimning do'stlari, dugonalari barchalarini davramiz katta raqslarga taklif etamiz. Kuylash fursatida xushovoz xonanda, betakror ijodkor, Ural tog'larida osha Perm shahrida tashrif buyurgan xushovoz xonandamiz Azizjon Rizdamlar janoblar kuylaydilar barcha do'stlar uchun. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Koshonlikda yurgan aziz mehmonlar, mana bugun Jonazar tog'amni to'ylari xonadonida katta to'ytana 2 yosh baxtli bo'lsin. Barcha xushlar faqat sizlar uchun. Marhamat.
o'tdim bag'rimda eshik ochding qo'llaringga gullar tutdim senga tomon yo'llar o'tdim kunlar oylar yillar o'tdim bag'rimda eshik ochding qo'llaringga gullar tutdim shuni gullar mag'rur gullar shuni gullar mening kabi tengim bilmay sevib qolgan gullar bo'lar shuni gullar mag'rur gullar shuni gullar mening kabi tengim bilmay sevib qolgan gullar bo'lar
tuttum yandım ey. Özümsüz yalnız kaldım ey. Bayağı sözler olmasın, sandım seni şanım ey. İçimde tuttum yandım ey. Özümsüz yalnız kaldım ey. Bayağı sözler olmasın, sandım seni şanım ey. Şurayım, meselesi yerine bilemem. Meselesi yerine bilemem. Meselesi yerine bilemem. Ey şurayım, mesele tadını bilemem. Meselesi yerine bilemem. Meselesi yerine bilemem. Geçteki sözler aldadı, bugünkü sözler aldadı. Canımda seni bağırmay, kalmadı takat kalmadı. Geçteki sözler aldadı, bugünkü sözler aldadı. Canımda seni bağırmay, kalmadı takat kalmadı. Şuraya meselesi yerine bilemem. Meselesi yerine bilemem. Meselesi yerine bilemem. Hey şurayım, mesele tadını bilemem. Meselesi yerine bilemem. Meselesi yerine bilemem. Muhabbetin bağlarda çırptı güllara. Araçları sırayla kurdu çağırımız bağla. Müzikin gülüm gülüm, gülüm gülüm, tekine yegane sensin. Hammaningizga fayzi baraka bersin, umrlar uzoq bo'lsin, to'ylar qulluq bo'lsin. Jumanazar jigarimizning qizlarini, o'g'illarini uylayapti, umrlar uzoq bo'lsin. Baxt salomat bo'lsin. Ma'lum bo'lgan. Ama siz ham gapiring. Lekin sizda navbat. Yavru birodarlar, kelganlarimiz uchun katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sizlar ham to'y ko'ringlar. Bizga o'xshab nevara-chevara to'ylar ko'rib, kelinlaringizni yertib xushtabsizlar deb ishlarni Alloh nasib qilsin. Hammalari xushtabsizlar. Aka-ukalar, opa-singillar, xudo-xudoliklar, hammalarimiz xushtabsizlar.
Nevaremning ömürleri uzoq bo'lsin, ertaga shirin hayot kechirsin. Shirin farzandlarning ota-onasi bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Allohim shu kunlarga yetkazganiga ming qatlab shukrlar bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Bir daqiqa turib turasiz. Sizni ana mana bu qarasangiz sizga orajonim. Bilaman, hoji bobom ikkalanglar rahmatli. Ha, mana shunday bir-biridan ajoyib farzandlarni xalqimizga chiroyli qilib tarbiyalab berdingiz. Mana to'y qilayotgan inson bu akamma, men shaxsan o'zim, mana otam alohida juda ham yaxshi ko'radilar. Tabriklarni biz oilamiz nomlaridan qabul aylagansiz. Va bu farzandlaringizni dinni oldida qilgan xizmatlari ham tahsinga loyiq. Ilohim ajr mukofotlarini bersin. Sizlarga, oila a'zolaringizga u dunyo, bu dunyo saodatini Alloh nasib aylasin. Akamning nomlarida aytmoqchiman. Onajon, sizga aytmoq istagan so'zlarim bisyor. Qay birin boshlaydi deb doim xayol suraman. Dunyoga jar solib aytkim keladi. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman mehrli ko'zlaringizni. Bolam, yaxshimisan degan so'zlaringizni, kulib turgan mana shu yuzlaringizni. Onajonim, men sizni yaxshi ko'raman. Kimlar yaqin bo'ldi boyligim uchun. Kimlar yuz o'girdi undan zo'rligim uchun. Jumanazar akamni sevgansiz siz shunchaki borligi uchun. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Volidam, men sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Salomat bo'ling. Rahmat onajonim. Ömrünüz uzoq bo'lsin. Xalqning xizmatida doim bo'lishingizga Allohning nasib aylasin. Og'izlaringiz ko'p bo'lsin, qayg'ingiz yo'q bo'lsin. Ota-onangiz sizlarga duoga qo'llariga bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Alloh akbar. Rahmat onajonim. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat, joylarga taklif qilamiz. Salomat bo'ling. Rahmat bo'lsa salomat bo'ling. Dunyo turguncha turinglar. Hurmatli do'stlarim, muhtaram xonimlar va janoblar, biz davramizni mana shunday chiroyli to'y muborak bo'lsin. Marhamat, kelinglar bir qator bo'lib chiroyli bo'lib. Marhamat. Undan so'ng raqs qilishga tayyor bo'lib turasizlar. Hali taomlarni yeb, kuch-quvvatga to'la bo'lasizlar. Omon bo'linglar. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mehmonlar, mezbonlar, hojirotalar, hojilar. Mana shu bilan mana shu ikki yoshga o'zimning nom bilan qolaversa, o'zi qatnashib o'tgan og'ayni qarindoshlar nomidan hamman ikkalariga baxt tilayman. Sevgilar, farzandlarim. Alloh umringizni yaratsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana shu uyga sababchi bo'lmish bizning Qo'rg'on ayg'oqning umr baxt saodat, sizlarga omad tilaymiz. Hamisha baxt bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugun bo'lishimizning sababchisi jiyanim Husanay, kuyovimiz Yahyo Beklarning baxt kechasida o'tirib ekanmiz. Bu 2 yoshga shaxsan o'zimizdan qolaversa oilasi a'zolarimizdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Bugun singlim Husanay va uning umr yo'ldoshi Yahyo Beklarning umr doimo sog' bo'linglar, umrlaring uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar, bola chaqalaring ko'p bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Siz uzoq yaqindan kelgan vatandoshlar, do'stlar. Qizim Husanay, kuyovimiz Yahyobek, baxtli bo'linglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Bolalaring ko'p bo'lsin. Mana shunday o'sib shaharning eng namunali oilalardan biri bo'lib beringlar Ilohim. Baxtlaringga ko'z tegmasin. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Bugun qaysinglim kuyovimiz baxt saodat to'yida o'tirar ekanmiz. Men o'zim nomidan qolaversa, oila a'zolarimiz nomidan baxt saodat uzoq umr, barcha yaxshi niyatlarni tilayman. Solih musliman farzandlar tilayman.
sog'lig'ingizni Mana shu yerda qatnasholmayotgan tog'anglar, xolanglar, o'ylanglar hammasining nomidan tabriklab qo'yaman. Xursandman. Assalomu alaykum. Nikoh kechalar ekan, 2 yoshga Umrlar uzoq bo'lsin. Ahli dunyo bilar erkak bardoshini. Surati-yu siyratini orib bezatsa, bir kun borki yashira olmas ko'z yoshini. Qaysi ota, qaysi ona yig'lamaydi qiz uzatsa, osmonidan uchirgandek zuhrosini, chamanidan ko'chirgandek ra'nosini, boshga tushgan bilar bu so'zim ma'nosini. Qaysi ota yig'lamaydi qiz uzatsa, qaysi ona yig'lamaydi qiz uzatsa. Ilohim, senga jonimiz borgan joylardan chiroyli baxtlarni sohibasi bo'lsin. Ilohim, to'ylar, tantanalar, qudajonlarga muborak bo'lsin. Ko'rib bilib turibman, qo'llaringizda bir chiroyli sovg'a salomlar bor. Antiqa sovg'a salomlar. Mana shu sovg'a salomlarni barchalarni o'z egalariga tortib etib qo'yishga imkoniyat beramiz. Marhamat, salomat bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar. Rahmat, hurmatli qudajonlar. Birozdan so'ng sizlar uchun musiqa bo'ladi. Barchangizni so'z navbatiga chiqqan insonlarni, qudajonlarni davramiz to'rga raqslarga taklif qilamiz. Hozir esa yana bitta chiroyli tabrik bor. Tabriklar shu so'z navbatidan kelib boshlovimizni singiljonlaridan Jasminaxon hamda Husniyaxonga e'lon qilamiz. Marhamat. Kelinglar. Kelinglar singillarim. Marhamat. Jigar go'shangizni bir chiroyli tarzda tabriklab olib kelgan sovg'a salomlarni, qimmatbaho taqinchoqlarni bir chiroyli tarzda xalqimizni nazdida yetkazib qo'yasizlar. Marhamat. Beklarning nikoh to'yida o'tirar ekanmiz. Men ularga baxt, saodat va umr uzoq tilab qolaman. Doimo baxtli bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Ассаламу алейкум, дорогие гости. Хочу поздравить свою сестру Хусану и Яхья-Пача со свадьбой. Желаю им счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Молодцы, rahmat, salomat bo'linglar. Marhamat, sizlar ham sovg'a. Yanog'idan binafshalar ochiladi. Iforadan rayhon hidi sochiladi. Esga olib ko'zimga yosh tomchiladi. Singillarning eng sarasi mening singlim. Bir desam hatto jonim fido etar. İltijosi yaratganga borib yetar. Kulgulari validamga o'xshab ketar. Singillarning eng sarasi mening singlim. Singillarning eng sarasi mening singlim. Ilohim singiljonimiz baxtli saodatli bo'lsin. Lakkon video studiyasiga ham omadlar tilaymiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Ana endi hurmatli do'stlar, muhtaram xonimlar va janoblar, davramiz davom etadi. Primoy efirlar allaqachon Oybek Ummatov YouTube kanallarida butun dunyo bo'ylab ekran yuzini topgan. Davramizni raqslar maydonchasida raqslarga e'lon qilamiz. Raqslarga hali yuqorida aytib o'tganimizdek, xudojonlarimizga, xudolar qilashavergan erkak xudolarimiz, ayol xudolarimiz, orqalaridan esa yoshlarimizga ham, barcha aziz mehmonlarimizga ham, ayniqsa ikkinchi qavatda joylashgan
Gözlerim
sirdoshimdir sevgingni menga bildir qara ahvolim juda xafa meni hurmatda arimda suvlar shildir shildir sevgingni menga bildir qara ahvolim juda xafa meni hurmatda chakki qizil gullar terib ko'zimga chakki lolalarni terib daladagi chakki qizil gullar terib ko'zimga chakki lolalarni terib daladagi Atrofimga nazarlar solib, mahallaga